Aeroport, 3 xonali, idealni. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Sog'omamsiz? Aka, aeroportdan 3 xonali, 3-qavatda atigi 82 ming AQSh dollarga idealni xonadonimiz sotuvga chiqdi aka. Bo'ldi, eksklyuziv variantni bizga ko'rsatib bering. Eksklyuzivni mijozlaringiz uchun maksimalni idealni arzon qilib olib beramiz. Keting yuring akajon. Aeroport deb so'ragan mijozlarimiz uchun atigi 82 ming AQSh dollardan 3-qavatdan 3 xonali judayam ideal belosnejniy kattagina xonadonimiz sotuvga chiqdi. Ko'rib turganingizdek, zal qismida bizda attachenta uslubida judayam chiroyli ta'minlangan, konditsioner qo'yib o'tilgan, mashallah ikkita ko'chaga qarayotgan detskiy plashatkamiz bor. Bu qavatdan ham kirsa bo'ladi, bu tarafdan ham kirsa bo'ladi. Kirib kelish qismimiz bo'lyapti. Asosiy qismimiz hol degan bo'ladi. Garderobni zona qo'yilgan, dekorativni oynalar qo'yilgan. Eng ideal varianti kirib kelishdan srazu spalni qismimiz bo'lyapti. Mashallah, juda ham ideal ta'minlangan, ranglariga gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rib turganingizdek, hamma shart-sharoitlarni bizani eksklyuziv real estate mijozlar uchun qilib o'tilgan. Mana bu kattagina umumiy sanuzilimiz bo'lyapti. Marhamat. Mana bu yerda esa detskiy bolajonlar uchun xonadonimiz bo'lyapti. Divan qo'yilgan, dekorativ qilingan, shkoflar bor. Marhamat, mana bu yer kuxnyamiz bo'lyapti. Kuxnyamizda ham hamma shart-sharoitlar bor. Stiralni qo'yilgan, gaz, suvdan muammo yo'q. Eng ideal tarafi mana bu yer двухконтурный котел. Xonadonimiz полный isitish tizimi bilan ta'minlangan. Oynamiz bu tarafdan ham detskiy plashatkasi bor, bu tarafdan ham detskiy plashatkasi bor. Xonadonimiz aeroport geofizikada joylashgan, 82 ming AQSh dollar deyapmiz. Bizlarga murojaat qilsangiz, chiroyli qilib savdo qilib olib beramiz.